Hello aytibali do'stlar, yaxshimisizlar, tuzimisiz? Sizlar bilan Azmaro Minecraft. Qaroqcha bo'licha, uzr so'rayman, video chiqmadi. Oxirgi qoldirgan postimga, o'zi postimga qo'ya olmayapman ammo. Oxirgi qoldirgan postimga qanaqa video bo'lsa keyin desam, mod avzor degan ekan, o'sha ancha YouTube'ga qaramaganim uchun bilmayapman. O'sha video shuning uchun bugun chiqadi. Hozir desam, bu bo'shga mod avzor degan naqa bor mer deydimi, ha? O'sha kirib olyapmiz obunachilar mana. Hozir obunachilik kutamiz. Hozir kirsa kirdi, kirmagan bo'lsa jinnikka kamera o'chirib turaman. Kirgandan keyin obunachi videoni yoqaman. Xo'p, xayr. Yo'g'ay ko'rishme. Video o'chirib turib bo'lmasam. Ancha payt o'tdi, lekin ancha paytdan o'tgan yo'q. 5 minut o'tdi, lekin kirmayapti. Bo'ldi, to'lyapti. Mana bo'lmasam to'lgandan keyinmi yoki yarim bo'lgandan keyin to'lishi bo'lgandan keyinmi yo'q kamera yoqaman. Mana buncha to'ldi. Endi kirib olsam. Loading resurs, ya'ni resurslar yuklanmoqda. Generating word ismasam. Qurilish yerlar deganimda narsa loading resurs shunaqalardi. O'zbek tili modi bo'ladi-yu. Shuni o'rganganman. Afsuski shu o'zbek tili modim yuklagandan keyin hamma yozuv bo'ldi, lekin undan keyin nimadir bo'lib o'chib ketdi o'sha mod. Bir hafta topib qo'yishim kerak. Saqlangan papirlarimda turib saqlab qo'ygan o'sha modni. Lekin topishim kerak. Let's go. Ajoyib. Qoli joylashtirdim shekilli. Mana modlar shuki. Nimaga buni kapga ikki marta bosishga qopdi. Mana buncha birinchi modimiz 5000 so'm oldimi? 500 so'm. Yomon qotyapti. 50.000 so'm. 2000 so'm. 200.000 so'm. Yana 200 so'm. 1000 so'm. 10.000 so'm. 100.000 so'm. Tasavvur 20.000 bo'lish kerak. Nimaga bak bo'lib qotibdi. Hech chiqmadi. Tamam. Nimaga deyiladi, nima qilyapti yaxshi. Qol endi. Mana bu o'zimizda o'zbek so'm puli modi bo'ladi. O'zbek tili to'yinda yaxshi ishlamayapti, endi o'yin. Qochishlar bo'lyapti. Bu modlardanmikin. Bu naqa o'zbek so'mi bo'ladi, 5000. O'zimiz eski pul bo'ladi, 500 so'm. Keyin hozirgi nima qotyapti, 50.000 so'mlar. 2000 so'm bo'lish kerak-da. Bu 200.000 so'm. Qotyapti, lekin bu eski pul bo'lardi, 200 so'm. 1000 so'm va albatta 10.000 so'm. 200.000 bo'lish kerak, negadir ishlamadimi? Yomon qotyapti.
har xil Jigulilar bor. Hozir bu yerda hammani ko'rsata olmayman, ko'rsatsam qizig'i ham qolmaydi. Mana bu Jiguli modimiz. Mana bu zo'r mod. Mana shu mod menga yoqadi. Biz biror kun serial olish niyat bor. Agar vaqtimga qarab va serial olsam, serial bo'ladi-yu. Har xuddi vlog mana har xil nima bo'ladi serial lekin vlogki aytamiz. Kimlar bor? Joho o'zim shaharda seriallar oladi. Shabaratimiz kamizdan shularga o'xshab serial olish niyat bor. Asal shu serialda ham shu modni ishlatmoqchiman. Diqqatdan eshik ochiladi. Diqqatdan ovoz ham eshitadi. Ovozlar ham realistik. Bunaqa mashinani bagajnikiga o'xshagan joyi ochiladi. Boshqa narsalar savol ham bo'ladi. Ekanki, bu jonda olmas ekan, masalan, mashina bloklari buzmas ekan, hayvonga boshqa hayvonlar joylamas ekan. Mana. Ungacha hayvonga boshqa joydan olmas ekan. Bu yerda ichida qani? Mana bloklar ham cho'g'ib ketyapti. Joydan olmas ekanda. Diqqatimizda cho'yamizdan keyin bunday o'tish bor-ku, shuni bossangiz netda anaqa chiqadi, shuni bossangiz u bekiladi. Hamma narsa mashina, Jiguli, Kamaz shunaqalar ko'rsataman desam, to'g'ri bu mashina bittayu. Bor boshqa mashina bor, lekin boshqa birgina bir boshqa versiyada bu. Aytib o'tay obunachilar, bu modlar boshqa versiyalarga birgina birlarga tushadimi bilmadim-ku. Aniq tushmasligini bilmadim. Lekin men o'z mana shu hozirman 1.17.41.01 ya'ni 1.17.41.01 versiya bor-ku. 1.17.41.01 bir tochka shunaqa 17.41.01 shu versiyada o'ynayapman, shu versiyaga tushadi u modlar bemalol. Bozda qotolmasdim modlar jini ko'playganmi yo'q bilmayman, qotyapti negadir. Bu mencha Kamaz modimiz. Ham oshirish ham xuddi shunday. Deqsangiz nima kimni o'tirib turib. Ovozlari ham o'sha bir xilda. Haqiqiy emas lekin ichlari ham katta. Lekin men bloklardan va hayvonlar o'tib ketadigan urolmas ekan. Ya'ni shu tomon yoqmadi menga. Shu tomon minish lekin hamma tomon zo'r. Tekstura ko'rinishlari ham. Yo. Men buraman deb tashlayman. Yo'q. Kamera bir ko'rsatardim lekin bilmayman deb qotyapti. O'yin shuning uchun kuchini ham qotib o'tirmasin deb kamera ko'rsatmayman. O'ydan ko'ra olasizlar. Shu qaror menga yoqdi. Yo'q, men joy to'berdilaringmi? Kecha aytib qo'ydi, bu nima realistik tomoshuki, yana e'tibor bergan bo'lsa keyin mana yurganda yuraman anaqa oqib bor, mana u ko'rsatsa mana oqib bor-u. Yo'q, plus oqib bor-u. Gaz o'sha Bilasizlar sekin yuryapti. Qo'qimayapti, bilasizlarmi? Hali tushib qolamiz endi. Shoqon endi. Nahayni o'tirib turib bossangiz eshiklar yopiladi. Ko'rinishi ajoyib g'aroyib Kamaz tepasida qummi nima? Obunachilarga bergan bo'lsangiz, obunachilarga shader bor. To'g'ri, mod obzor videosi bo'yicha bu men faqat modni anaqa qilyapman. Obzor qilyapman.
balkim hozir qo'shimchasiga o'zimiz tushuntirman savol. Endi u menimcha bu ishlarda faqat shu she'rda o'ynayman lekin yo menimcha bu she'r menga juda ham yoqdi. She'rdan bemalol ko'taryapti telefonimni. Buni ko'ryapsizlarmi? Kechasi bulutlarda uncha oydin nur sababli kechasi juda qorong'i ham bo'lmaydi, ko'ryapsizlarmi? Ayniqsa moblarda qaranglar. Mana edi, kamazlar kechasi zo'r bo'ladi, ayniqsa yorug'ini ko'rasizlar, mashalalarni. Yo'q. Jo'va tekstura qo'shganmi, bilmayman. Zombilar ham o'sha. Kimda chatta modum bo'lardi. Ya'ni har xil modlar, mutant o'sha modlar bor. Modlarim ko'p. Fatularda uncha ishlarga hozir ko'rsatolmayman. Keyingi safar modda bilan shunaqa keyingi safar video olsam, o'sha keyingi safargi videomda o'shalarni ko'rsatib o'taman sizlarga. Kimdacha ma'lumotcha ko'p modlarim ko'p, tem bo'lib bitta tuyla emas, qo'yaylik, Minecraft'da ham modlar qo'yaversa deylarga. Ko'rasizlar teksturasini, oddiy o't. Uni esa nima deydi, qor bosgan o't. Ko'ryapsizlarmi, bulutlarni oyni orqasidan chiqishini, bulutlar teksturadan, realistik. Bilmayman, unchalik. Mana o'tlarni qaranglar. Mana creeper shuni mutanti bor. Mod, lekin modni hozir o'chirib turibman. Keyingi safar ko'rsataman, yoqib. Chunki hozir sizlarga qilsa bo'lsin-da, shu modlarni yukladim. Hozir qolganlari turibdi, ochiq turib o'rganamasin dedim. Короче, mana ko'rdingiz, o'rgimtak ekan. Ajoyib aroyib kamaz deydimi? Bu o'zi kamazmikan, jelmikan bilmadim, kamazga o'xshayapti, kamaz menimcha. Ayam, ekan deb qo'yibdi. Kamaz bir debdi, demak kamaz ekan. Короче, ko'rdingiz? Mana muzlagan. Bu suv qanday? Obunachi billaringmi, bu suvga emas, ko'proq muzlaganga o'xshaydi, billaringmi? Qachon suv ekan? Urganini ko'ryapsizlarmi? Oqarib ketdi. Urganda oqaryapti. Endi adashmayotgan bo'lsam, bu ham shiddat taqdida, ya'ni shiddat sababli urganda, ya'ni urganda oqaryapti shekilli. Ko'ryapsizlarmi oqarib ketishini? Odamga tan olmaydi. Ko'rsam, oqargan cho'l bo'lardi. Ko'ryapsizlarmi, oqargan cho'l bo'lardi. Bu ham oqsi qanaqa ekan? Jo'vaga. Agar Enderman dursa, yo'q, bu Enderman qilsa. Buncha kamera sanamashganda kamera burmayapman, negadir Minecraft ichida qotyapti. Lekin hozir bitta modlar ko'rsatganmi yo'q? Shu modlar mutantlar ular hali menda ishga ko'rsatganmi, lekin u ham uchasada qotyapti Minecraft. Ba'zi modlarni tushirib qilyaptimi yoki bitta mod mana 2-3 mod qo'shib olgan bo'lsam hammasi bo'lib qotadi, nimadir bo'lib qotyapti ekan. Keyin telefonni ham jini xotirasi bunaqa pamyat bo'ladi, unaqa. Nima qiladi-yu? Nima deydi? Fayllar. Shunaqalar toza bo'lishi kerakmi? Bu ko'rasam troll numeri. Mana bilmayman, ashkila 28 no o al naqa belgiki 01 rus. Bu Rossiyaning mashinasi ekan. Lada 13.00 ekan. Yo 13.005 shunaqa. Oldesam xush nomer. Fayralarni ko'rsatibsizlarmi? Endi bu seriallar uchun zo'r mod albatta. Mana she'rdan ko'ryapsizlarmi? Obunachilar hali Telegram ochganim yo'q kanal.
Bu Telegram kanal ancha o'rni qiziqib ochgandim, lekin u ancha bo'ldi endi foydasi ishlamaydi yaxshi. Hech kim bilmaydi ham. Endi men niyat bor, ya'ni Telegram kanal ochish niyat bor. Shunday kanal ochmoqchimanki, unga ham modda tashlanadi, ham obunachilar bilan chatlarda gaplashib suhbatlashamiz. Ham modda tashlanadi, ham gaplashamiz. Shunaqa kanal ochmoqchiman. Короче, obunachilar shu bilan aytmasam boshqa mod qolmadi shekilli. Ishlatilgan. Shu bilan obunachilar videomiz o'z xonasiga ketdi. Xonasiga ketdi. O'z nihoyat o'z xonasiga yo'q. O'zini xonasigami, o'zini xonasiga. Video chiqib bo'ldi, shu videomiz tugadi. Sizlar bilan qisqa vaqt ichida Azmaro MC bo'ldim, ya'ni Azmaro Minecraft qo'ya olinglar, shuni Minecraft yaxshi. Kanalim Azmaro MC, lekin Xuddi MC'ga o'xshab. Lekin shu ismim esa Azmaro. Yozsam Azmaro Minecraft. Короче, shu bilan video tugadi obunachilar. Sizlar bilan qisqacha Azmaro Minecraft bo'ldi. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing va kelgusi videolar qanday bo'lishini kommentariyada yozib qoldiring. Oho, hali bu videoda qanaqa preview tashlayotgan mana. O'zim preview yasayapman o'zim videolarimga. Da, zo'r bo'lmasa ham, lekin yo'qdan ko'ra previewsiz bo'lmayapti. Yo'qdan ko'ra preview bo'lyapti-yu. Deb yasayapman o'zim. Ja, zo'r nima deydi, karanda preview bo'lmasa ham, zato yo'qdan ko'ra o'zimga preview bo'lyapti. Короче, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, izohlarga, kommentariyaga kirib, o'z izoh yozib qoling va kelgusi videolar qanday bo'lishini yozib qoling. Sizlar bilan qisqa ochasiz. Mana Minecraft bo'ldi, kelgusi videolargacha ko'rishguncha xayr.